Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'pchilik tikuvchilarimizda qiynaydigan muammo, ya'ni ignani tez qiyshayshi yoki bo'lmasam ko'p ip uzishi. Arzon igna bilan qimmat ignaning nima farqi bor? Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Arzon igna bilan qimmat ignaning nima farqi bor deydigan bo'lsak, arzon ignalar mana bunday paketchada yoki bo'lmasam to'g'richa plastinka idishlarda sotiladigan arzon ignalar asosan arzon sifatsiz metaldan foydalaniladi. Bu sifatsiz metallar foydalanganligini hisobiga bu ignalarimizning narxi arzon chiqadi. Arzon chiqqani bilan bu arzon ignalarimiz ish davomida tez qiziydi. Tez qizigandan keyin esa ignani qiyshayishiga olib keladi. Igna qiyshayganligidan chok tashlash, props qilish yoki bo'lmasam bo'sh tikib qoladi. Yana ham ko'proq tikuvchilarimizni qiynaydigan narsa bu tez ip uzishi. Bu tez ip uzishi metalning yumshoqligini hisobiga tez yeyiladi. Tez yeyilganligini hisobiga ignaning teshigidan ip o'tadi. O'sha ip o'tadigan joyida tez charxlanib qolib, tez ip uzishga olib keladi. Ignani qiyshayshi tikish davomida material bilan ignani ishqalanish hisobiga ignamizda sifati past bo'lgani hisobiga ignamiz qiziydi, qizigan hisobiga igna qiyshayadi. Ignani qiyshayganini qanday bilaman deydigan bo'lsak, ignani olib turib, tik stolga yoki bo'lmasam oynalar stolni oyna bo'ladigan bo'lsa, stolni oynaga qo'yib turib, aturka bilan bunday yurg'izadigan bo'lsak, ignani qiyshayganini qiyshamaganini bilishimiz mumkin. Qiyshaygan bo'lsa aylantirganimizda igna pasmurka bo'lib aylanadi. Bu arzon ignalar sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, qanday ignalar yaxshi deydigan bo'lsak, direkt tikuv mashinkasi sotib olganingizda asosan mana bunday paketchali ignalar qo'shib beriladi. Bular upakovkaning o'zini ichidan chiqadi. Bu o'rta sifatdagi igna hisoblanadi. Bundan ham yaxshi igna qanaqa deydigan bo'lsangiz, Grossbaker yoki bo'lmasam yaponskiy orlu igna hisoblanadi. Ularni metali eng sifatli yaxshi metaldan foydalanadi. Bu ignalarimiz tikish davomida qizishga chidamli, metalining sifati yaxshi bo'lganligini hisobiga ko'p tikkaningiz bilan ignani ip o'tadigan qismi tez charxlanib qolmaydi. Tez charxlanmagani hisobiga bu ignamiz kam ip uzadi hamda chok tashlashlar, props qilishlari bo'lmaydi. Keyin oddiy igna bilan bu yaponskiy ignaning yana nima farqi bor deydigan bo'lsak, bu oddiy ignaning uchi sifatsizroq bo'ladi, ya'ni qanday material teshishga qiynaladi, teshib kirishi qiyin bo'ladi hamda tez materiali sifatsiz bo'lganligini hisobiga uchi tez to'ppayib qolib, materialni sotib qo'yish yoki bo'lmasam isitib qo'yish ehtimollari ko'p bo'ladi. Bu yaponskiy ignamizda Grossbaker yoki o'zini ichidan chiqadigan ignalar metalning sifati yaxshi bo'lgani hisobiga uchi ham silliq bo'ladi, materialni teyish ancha oson bo'ladi. Materialning sifati yaxshi bo'lganligini hisobiga bu ignalarimiz uchi tez to'ppayib, bu material teshishga qiynalmaydi. Xo'p, keyin ko'pchilik tikuvchilarimizni qiynaydigan yana bir narsa bor. Sintetik material yoki bo'lmasam ayrim materiallarni tikkanda igna tez qiziydi. Organmi, Grossbakermi shunaqa igna qo'ygan taqdirda ham qiziydigan bo'lsa, bunaqa materiallar uchun tikuvchilarimizga maslahat, lapatishli igna deyiladi. Lapatishli ignalar sotiladi. Bu narsa bu lapatishli ignalar tikkanda igna sovishiga yordam beradi. Lapatishli ignaning o'zini tuzilishi sal boshqacharoq bo'ladi. U ignalarimiz sintetik materialmi qanaqa nima ignani tez qizitadigan ish tikkanda ignani tez sovishiga yordam beradi. O'shanaqa ish tikkanda lapatishli ignadan foydalanishni tavsiya qilamiz. DBX1 7511 bu to'g'richoq mashinkasi uchun. DSX1 7511 bu overlock tikuv mashinkasi uchun. DPX5 7511 bu petla mashinkasi uchun. TQX7 yoki bo'lmasam TQX1 bu tugma mashinkasi uchun. TQX1 oddiy tugmalar uchun, TQX7 gribok uzun tugmalar uchun bo'ladi. Eng oxirgisi UYX1 bu rashma mashinkalari uchun ishlatiladi. Har bitta mashinkani mana bu yerda 7511 yoki bo'lmasam 1490 razmerlari bo'ladi. Mana shu ignani qalinligini razmeri hisoblanadi. Mana bu yerda yozilgan U esa bu mashinkaning modeli, rashma, tugma, overlock
to'g'ri mashinkani o'sha harfiga qarab turib yozsangiz bo'ladi. Rasmaniki overlockga to'g'ri hech qaysiga tushmaydi, faqat o'ziga tushadi. Darvoqe aytib o'tishimiz kerak, endilikda jiddan avtomat tikuv mashinkalarini sotib oladigan bo'lsangiz, har bir avtomat tikuv mashinkasiga mana bunday organ yaponskiy ninani 6 oy davomida 1 oyda bir marta bonus sifatida olishingiz mumkin. O'zi aslini olib qaraganda har bir mato uchun o'zini maxsus ninalari bo'ladi. Misol uchun mana bu suratda ko'rishingiz mumkin. Ninani uchi uchliroq yoki bo'lmasam har bir material uchun o'zini maxsus ninalari bo'ladi. Jinsiy material uchun o'zini maxsus ninasi bo'ladi. Trikotaj matolar uchun alohida nina bo'ladi. Metal bilan ishlanadigan tikuvchilar uchun o'zini maxsus ninalari bo'ladi. Lekin biz o'zbekmiz, universal nina qo'yib turib, mana shu o'zini maxsus ninasi beradigan effektni xohlaymiz. Maslahatim o'zini maxsus ninasini qo'yib tikkaningiz yaxshiroq. Ya'ni u maxsus nima uchun? Trikotaj matolar uchun yoki bo'lmasam jinsiy matolar uchun nima uchun maxsus nina chiqariladi? O'sha matoni teshib o'tishi ninani, o'sha narsalarni hisob-kitobga olingan holatda o'sha narsa maxsus jinsi uchun yoki bo'lmasam trikotaj mato uchun yoki bo'lmasam kepkalarni kazirogini tikadigan maxsus ninalari bo'ladi. Mana shunaqa ninalarni olib tikadigan bo'lsangiz, bu universal ninaga qaraganda uni effekti yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni makrali teshishi, ip uzmasligi, ninani qizimasligiga u ancha bardoshli hamda yaxshi bo'ladi. Mana shunday o'zing maxsus ninalardan foydalanishni tavsiya etamiz. Bu videodan xulosa chiqazadigan bo'lsak, arzon nina sizga bir boshida foydali ko'ringani bilan, lekin bitta bir pachka ninangiz sizga ko'p vaqt olmaydi. Bir pachkani o'rniga siz 2 pachka nina ishlatasiz. Ya'ni tez qiyshayib, tez ip uzganligi hisobiga, tez ip almashtirgan, nina almashtirganligingizni hisobiga siz bir pachka oddiy yaxshi sifatli ninani o'rniga siz mana bunday arzon ninadan 2-3 pachka ishlatishingiz mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, bu sizga bir tomonlama boshida arzon tushgani bilan, lekin aslini olib qaraganda sizga qimmatga aylanadi hamda asabbuzarlik bo'ladi. Asabingizni yo'qotasiz. Hamda ip uzaverishi yoki bo'lmasam ninani qiyshayib ketishlari sizlar asabingizga o'ynashi mumkin. Agarda videom sizga yoqqan bo'lsa, like-ni bosish esingizdan chiqmasin. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Biz savollaringizga albatta javob beramiz. Mashinka xarid qilmoqchi bo'lsangiz, opisaniyada link qoldiramiz. Link orqali o'tib turib, mashinka haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Mashinkalarning narx-navolarni ham bilib olishingiz mumkin. Xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali xarid qilishingiz mumkin.